Bu yoqda ham bitta Nexia bir mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinamiz ham mana shu Shopir tomondan udar bo'lgan edi. Mana shu tomon pistoletlar yotib qolgan edi, bularni tortib ancha razmerlarga keltirib qo'ydik. Oldilari. Bu mashinamizni oldi usetrini randay qoldiramiz o'zini. Ana Nexia bir mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Uzorlariga e'tibor berishingiz mumkin. Mana mashina egasi.